Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsizlik qıtınlar ekranımız olsun. Xitay Xotəndə Xitay tibabati tədqiqat o'rni qurdi. Xitay yaqında Uyg'ur tibabatining markazi bo'lgan Xotəndə Xitay tibabati tədqiqat markazi qurgan bo'lib, buni Sharq Turkistonga qaratgan davolash yordami deb da'vo qilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu oyning o'ttirlarida Xotan nahiyalik xalq doktorxonasida To'ngrintan Xitoy tibabati madaniyat tadqiqot bazasi qurilgan bo'lib, buning Xitoy tibabati madaniyat meroslariga varislik qilish, Xitoy tibabati bilan G'arb tibabatini birlashtirish qatorliq sohalardagi chunqur hamkorlik ekanligi haqida joriy Xabarda bu baza bitgandan keyin Xitoyning o'simlik dorilar, dorilik choylari, Xitoy o'simlik dorilar retsepti qatorliq bir qator mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligi, ixtisosliklarni tarbiyalaydiganligi, Xitoy tibabati madaniyatiga varislik qilishda muhim rol o'ynaydiganligi da'vo qilingan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan buyon Uyg'ur xalqining muhim ilmiy madaniy meroslaridan biri bo'lgan Uyg'ur tibabatiga chang selib kelgan. Bu jarayonda Uyg'ur tibabati tadqiqotiga to'sqinlik qilib qolmay, nazariya asosiy jihatda Xitoy tibabatidan butunlay farqlanadigan Uyg'ur tibabatini Xitoy tibabatining bir tarmoqi sifatida tashviq qilgan. Undan boshqa Xitoy dorigarlik shirkatlarining Uyg'ur tibabati retseptlarini o'g'irlab, o'zining qilib olish jinoyatlarini tibabat sohasidagi shaxslar tomonidan fosh qilingan. Burun e'lon qilingan Xitoy xabarlarida 2025-yilga borganda butun Sharq Turkistondagi barliq yezi bozor shifoxonalarida Xitoy tibabati sarayi ta'sis qilinib, Xitoy tibabati dorigarligiga mos keladigan texnikalar qiliplashtirilib kengaytirilganligi, Xitoy tibabati turidagi doktorlarning shu apparatdagi doktorlar umumiy sonida egillagan nisbati 25% dan oshirilganligi, kanit shifoxonalarining Xitoy tibabati dorigarligi mulozimati bilan ta'minlaydiganligi bildirilgan edi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashi va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Mazkur yig'in Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkillashi va boshqa bir turkum tashkilotlarning hamkorligida 23-maydan 25-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazildi. Mazkur yig'inga dunyoning har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan 20 dan ortiq Sharq Turkiston tashkilotlarining mas'ullari, vakillari, akademiklar, faoliyatchilar, shuningdek bir qism davlat arboblari, xalqaro tashkilotlar, aql omborlarining mutaxassislari qatnashib, turli temalarni muzokara qildi. Yig'inda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro qonun bo'yicha jazolash, Xitoyning davlat xalqigan bostirish qilmishi, ichki tashqi xiristlar, muhojiratga Uyg'urlar duch kelgan turli masalalar, tashkilotlar aro hamkorlikni kuchaytirish, har qaysi davlatlardagi yoshlarni da'vo sepiga aktiv qatnashtirish qatorliq turli temalar bo'yicha suhbat, muhokamalar o'tkazildi. Oxirgi kuni yig'in xitobnomasi e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi haqiqiy niyatining irqiy qirg'inchilik vositasi orqali Sharq Turkistonni butunlay yutib olish, xitoylashtirish ekanligi, har qaysi davlatlarning bu haqdagi sukuti jiddiy harakatga o'tmasligi sababli Xitoyning texmo yuraklik harakat qilayotganligi, bu sababli xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga chaqiradiganligi va qurultayning bundan keyingi xizmatlarida yig'inda e'lingan qarorlarni amalga oshirish uchun harakat qiladiganligi ta'kidlandi. Xitoyning mineral modda sohasidagi monopolligi andisha qo'zg'amoqda. Xitoy navbatda dunyodagi ko'plagan muhim mineral moddalarning oldin qatordagi ta'minlaguvchisiga aylangan bo'lib, bu sohadagi monopolligi ko'plagan davlatlarning andisini qo'zg'amoqda. Halbuki ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston Xitoyning asosli tabiiy boylik manbasi bo'lmoqda. Parijga joylashgan Xalqaro energiya idorasi oldingi hafta e'lon qilgan bir dokumentda ko'rsatilishicha, yeshil energiya texnikasi uchun intayin muhim bo'lgan mis, litiy, kobalt, grafit va siyrak to'pi qatorliq muhim mineral moddalarning dunyo miqyosida ta'minlanishi bir necha davlatga markazlashib qolgan. 2024-yili bu qazilma boyliqlarni ishlab chiqaradigan oldingi 3 davlatning o'rtacha bozor ulushi 86% ga yetgan. Dokumentda alohida ko'rsatilishicha, Xitoy hozir dunyodagi 20 strategik qazilma boyliqning 19-ning asosli pishiqlab ishlaguvchisi bo'lib, bozor ulushi o'rtacha hisob bilan 75% ni egallaydi ekan. Bu vaziyat dunyo iqtisodining Xitoyning ishlab chiqarish iqtidoriga beqinib qolishini, shundaqla havorayi savdo to'qinishi qatorliq turli sabablar keltirib chiqaradigan ta'minlash zarbasining yoshirin xavfini kuchaytirdi ekan.
Xalqaro energiya idorasining ijroiya amaldori bu haqda to'xtalib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va Yevropaga tabiiy gaz bilan ta'minlashning uzilib qolishidan kelib chiqqan energiya krizisini misol tariqasida tilga olgan. Uning qarashicha, hukumat qaratmiliqi bo'lgan texmo ko'p moliya yordami va siyosiy vositalarni ishga solib, muhim kon echish taraqqiyotining ko'p xillashishini ilgari surishi kerak ekan. Dokladda aytilishicha, Trump hukumatining savdo siyosatining turtkisida Amerika yasamachilik sanoati bo'libmi o'zak mashina odam, tokliq avtomobil, batareya va harbiy uskunalar qatorliq sohalar belgilik darajada bostirilgan. Trump vazifaga qaytib kelgandan keyingi dastlabki 3 oyda chet elning muhim mineral moddalariga tayinishni azaytishni davlat bexatarligi va iqtisodning asliga kelishidagi muhim masalalarning biriga aylantirgan. Trump bu yil 2 oyda yana ma'muriy buyruq imzolab, hukumatdan miskani qatorliq qazilma boyliqlarni ichish ijozatnomasini tiziltishni talab qilgan. Holbuki Xitoyning asosli mineral modda ta'minlaguvchiga aylanishida Sharqi Turkistondagi bulang-talang asosli rol o'ynagan bo'lib, Xitoy rejimining bultur oshkorlashicha Sharqi Turkistonning qazilma boyliqlari mo'l, yushurun kuchi g'oyat zo'r, bayqalgan turli qazilma 153 xil, aniqlangan boyliq sapisi 103 xilga yetadi ekan. Bular ayrim holda Xitoy boyliqining 88%ni va 63%ni egallaydi ekan. Trump Yevropa ittifoqiga qaratilgan 50%lik tamojna bejini kechiktirishga qo'shildi. Amerika prezidenti Donald Trump Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen bilan o'tkazgan telefon suhbatidan keyin Yevropa ittifoqi mollaridan e'lindigan 50%lik tamojna bejining ijro qilinishi vaqtini 9-iyulgacha kechiktirishga qo'shildi. Trump yakshanba kuni ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilgan bayonotida von der Leyenning suhbat jarayonida Yevropa ittifoqi mollaridan e'lindigan tamojna bejining ijro qilinish vaqtini kechiktirishni talab qilganligini va suhbatning tezlik bilan boshlanganligini bildirganligini aytgan. Trump bu talabni qabul qilish qarorini alohida qaror deb atagan. Von der Leyen Trump bilan suhbat o'tkazganligini dalillab, Yevropa ittifoqining suhbatni tez va qat'iy holda ilgari surishga tayyor ekanligini eskartgan. Trump ilgari 1-iyundan boshlab Yevropa ittifoqidan import qilinadigan mollardan yuqori nisbatda tamojna beji e'lindiganligi to'g'risida tahdid solgan. Buningga Yevropa ittifoqining Amerika shirkatlariga ziyon solgan adolatsiz savdo faoliyatlari va to'salg'ularning sabab bo'lganligini ilgari surgan edi. Rossiya Ukrainaning sharqidagi 3 o'ltiraq rayonni ishg'ol qilganligini e'lon qildi. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi Ukrainaning sharqidagi Donetsk rayonida 2, shimolidagi Sumy rayonida 1 o'ltiraq rayonni ishg'ol qilganligini ilgari surdi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, shanba kuni e'lon qilingan bayonotda qismlarning Donetsk rayonida yaqinqi mezgillarda Rossiya besimi ostida qolgan Konstantinivka bozorining sharqiga joylashgan Stopochki yezisini ishg'ol qilganligi bildirilgan. Ukraina armiya bosh shtabi bo'lsa bu yo'qotishlarni e'tirof qilmagan. Ukraina oylardan buyon Rossiya kuchlarining Sumy rayonidagi joylarni ishg'ol qilishga urinayotganligini doklad qilayotgan bo'lsa-mu, bu rayonlardan hech qaysisining ishg'ol qilinganligini e'tirof qilmagan. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi havo mudofaa qismlarining ko'pinchisi markaziy va janubiy rayonlarda, shuningdek Moskva atrofida bo'lib, 4 soat ichida 95 dona Ukraina uchquchisiz havo apparatini yo'q qilganligini e'lon qilgan. Ukraina bo'lsa 10 Rossiya uchquchisiz havo apparatining hujumiga uchraganligini bildirgan. Uzluksiz davomlashayotgan kechilik hujumlar Rossiya bilan Ukrainaning urush boshlangandan buyongi eng chong asir almashtirishni davomlashtirayotgan bir paytda yuz bermoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.